Xudo mehribon, yana xatoimizga yarasha jazo bermaydi Alloh, ya'ni mehribon zot. Mana bomdod o'qimaganlar nonushta qildilarmi? To'g'rimi? Bomdod o'qimagan odam mantiq olsin nonushta qilmasligi kerak, rizq berilmasligi kerak. Shepda aytganini qilmagan odamga oylik berilmaydi. Bizim Mavloyimiz, xo'jayinimiz kim? Allohmi? Nechta Allohni aytganini qilmayapmiz, nechta Allohni qilma degan ishni qilib yuribmiz. Qani kislorodimizni qisib qo'ydimi Alloh? Ba'zi birovlar kislorodni qisib qo'yaman deb. Hech kimga bas, sizni kislorodingizni qisib qo'yish. Xotirjam bo'ling. Yo'q qilib yuboraman, urug'ingni quritib yuboraman deganda umuman cho'chimang. Aka bir quriting ko'raylik deng. Maza qilaylik shuni ko'rib deng. Bandasiga bas, agar Alloh xohlamasa, yina uchun ziyon yetkazolmaydi. Allohga suyanishni bilish kerak. Bu gapiraveradi, quritib yuboraman, yo'q qilib yuboraman. Agar bizni xohishimiz, aytgan gapimiz bo'laverganda bilasizmi, hozir Firavun tirik bo'lish